Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan juda ham ko'pchilikni qiziqtirgan mavzu, ya'ni Zoltoy Koronada qarzi borlar va qarzi bor insonlar keta oladimi yoki bo'lmasa Moskva aeroportidan, umuman Rossiya aeroportlaridan qaytarib yuboriladimi? Shu haqida gaplashamiz. Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik o'zbekistonliklar albatta Zoltoy Koronadan qarz olishadi va kimlardir buni o'z vaqtida to'laydi, kimlardir to'la olmaganlari ham juda ham ko'p. Kimlardir juda ham og'ir holat bilan saxroga tushib qolgan, Zoltoy Koronadan qarzi bor va O'zbekistonga qaytib keta olamanmi, yo'qmi degan juda ham katta xavotirda. Do'stlar, agarda shunaqa vaziyatlarga qiziqayotgan bo'lsalaring, umuman Zoltoy Koronadan qarzi bor insonlar aeroportda qaytariladimi, yo'qmi, shu savolga javob qidirayotgan bo'lsalar, bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar va bu videoni Zoltoy Koronadan qarzi bor do'stinglarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Bundan bir muncha vaqt oldin o'zim Moskvada mentlarni qo'liga tushdim. Dokumentlarimda ozgina muammo bo'lganligi sababli Saxaraga jo'natilib, u yerdan deportatsiya bo'ldim. U yerda men va menga o'xshagan juda ham ko'p insonlar bor edi va ular o'z navbatida Zoltoy Koronadan anchagina qarzlari ham bor edi. Shu payt birdan shunaqangi gap so'z tarqadi, Zoltoy Koronadan qarzi bor insonlar O'zbekistonga keta olmaydi, ular shu yerda ushlab turiladi degan juda ham turli xil gap so'z tarqab ketdi. Shunda bizga biriktirilgan mana shu inspektordan so'radik. Inspektor, meni Zoltoy Koronadan qarzim bor. Men O'zbekistonga keta olamanmi yoki keta olmaymanmi degan savolimizga inspektor, seni Zoltoy Koronadan bo'lgan qarzing o'zingni mamlakatingga yuborib yuborilishiga hech qanaqangi daxli yo'q. Sen bu Zoltoy Koronadan olgan qarzingni yeri istalgan nuqtasidan turib to'lashing mumkin degan javobni oldik va ular ham men ham o'z mamlakatimga shunday jo'natib yuborildi. Demak, bundan kelib chiqib turib siz aytishim mumkinki, agardiki siz Zoltoy Koronadan qarzingiz bor, to'la olmayapsiz, lekin xavotirdasiz, uyingizga qaytishingiz kerak. Keta olamanmi, yo'qmi degan savolga javob qidirayotgan bo'lsangiz, ha, siz keta olasiz. Aeroportda hech qanaqangi muammoga duch kelmaysiz. Agardaki siz Zoltoy Koronadan olgan qarzingiz sudga oshmagan bo'lsa, agardaki sudga oshgan bo'lsa, juda ham katta ehtimol bilan sizda aeroportda ozgina muammolarga uchrashingiz mumkin. Lekin bu degani, misol siz O'zbekistonga keta oldingiz degani, siz bu qarzni umuman to'lamasligingiz mumkin degani emas. Qachondir albatta Zoltoy Korona sizni sudga berishi mumkin, qanaqangidir turli xil muammolarga uchrab, albatta bu pulni sizdan undirib olishga urinishadi. Shu sababli ham siz Zoltoy Koronadan bo'lgan qarzingizni o'z vaqtida uzing. Agardagi to'lashga imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, O'zbekistonga qaytishingiz kerak bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Siz o'zingiz mamlakatingizga keta olasiz, lekin baribir bu qarzni albatta o'z navbatida to'lash kerak. O'ylaymanki, video ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi. Kanalimga obuna bo'linglar. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni chiqarishda davom etamiz. Hammaga omad, ishlarga rivoj bersin.